Assalomu alaykum hurmatli quvaliklar. Quva tumani Karkidon suv omborida bo'layotgan barcha yangilik haqida tanishamiz. Qani ketdik. Karkidon suv ombori kirishlarida chap qo'llarida mana shu qurilayotgan 4 ta 5 ta binolar logistika markazi qurilyapti do'stlar. Endi quvalik barcha bog'bonlarga xushxabar. Meva-chevalarni yetishtirib berasizlar. Endi shu yerga kelib topshirasizlar. Ag'i bilan sizlar ishlaring bo'lmaydi. Bular o'zlari saqlashadi, o'zlari oqinoqqa qorasini qoraga qilishib, tip-top nima bo'lsa qiladi. Aynan mana shu yerda do'stlar zamonaviy muzlatgichlar bo'ladi. Quva tumanining barcha mevalari shu yerga jalb qilinadi. Farg'ona yo'l qurilish hamda Quva tumani yo'l qurilish xodimlari tomonidan Karkidon suv omboriga kirish holatlari 100% zamonaviy usullarda asfaltlashyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Hektar tashlanma bo'layotgan joy mana ko'rib turganlaringdek uzumzor qilindi do'stlar. Pastida uzumzor, tepasida solnechniy. Bu quyosh batareyalari orqali xalqqa elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida. Ushbu uzumzorlar ko'rib turganlaringdek zamonaviy usullarda tomchilash usulida sug'oriladi. Eng asosiysi bu yerda ko'pchi odam, juda ham ko'p oilalar ish bilan ta'minlanadi. Zo'ra mana ko'rib turganlaringdek qariyb 60 ga yaqin binolar bitkizib bo'lingan. Biz ayni daqiqalarda ushbu binolarning birini terrasa qismida, ya'ni tom qismidamiz. Ushbu joylar ham oilaviy keladigan bo'lsalar ham toza havo, tabiat qo'ynida dam olish joylari bo'ladi. Xudo xolasa, ustalar tomonidan birma-ketin, etapma-etap qurilish ishlari davom etyapti do'stlar.